O'n sakkiz yoshar qiz hayotini o'zgartirib yuborgan voqea. Assalomu alaykum. Aslida hammasi boshqacha boshlangan edi. 18 yoshli qizaloq hali hayotning og'ir sinovlarini ko'rmagan, turmush nima, oila nima degan savollarga javobi bo'lmagan. Ota-onalik, sabr, og'riq haqida unga hech kim hech narsa demagan. Axir bizda buni gapirish odat emas edi. U orzu qilardi. Orzulari esa toza edi. Xuddi bir qizaloqning ertaklariga o'xshab uylanish haqida eshitganlari shirin edi. Atrofdagilar zo'r joyga turmushga chiqyapsan, sen baxtli bo'lasan deyishgan. U gaplar qizning ichida g'alati, ammo yoqimli ishonch edi. Ammo u bilmagan bir narsa bor edi. Ba'zan baxt haqida aytilgan gaplar faqat gap bo'lib qoladi. U yangi xonadonga kelin bo'lib tushganidan atigi 3 kun o'tib o'zining begona sayyoraga tushib qolganini his qila boshlagan. Uyda hamma o'z holida, o'z dunyosida edi. Hech kim uni tushunmasdi. Hatto tushunishga ham urinmas edi. Kelin bo'lib tushgan uyida birinchi katta shok holat turmush o'rtog'ining singlisi ruhiy kasal bo'lib chiqqani va bu haqda unga hech kim aytmagan edi. 3-kun esa qaynsinglisi unga qo'l ko'taradi. Tabiiyki, bu hayotda u hech qachon bunday narsani ko'rmagan, ammo tibbiy bilimga ega bo'lsa-da, bu boshqa edi. Bu haqiqiy hayot edi. Yig'lagan, juda ko'p yig'lagan, ammo gapirishga jur'at etolmagan. Nega? Ota-onasiga aytsa nima bo'ladi? Turmush buzilsa, ersiz degan gaplar. Kim meni keyin tushunar? degan savollar uni juda ham qiynardi. Bir hafta davomida har kecha yostiq quchoqlab yig'lagan. Erining talablari, kayf holati, doimiy urushlar. Aslida u qizning bolaligi ham oson o'tmagan. Otasi ularni tashlab ketgan. Onasi og'ir stress kasalliklar bilan kurashgan. Onaning iloji qolmagan, bolalar uyiga topshirishga majbur bo'lgan bir muddat. Uning xotiralarida uning qiynaydigan savollari bor edi. Uzoq sabr qildi. Har narsa o'tadi degan, ammo har safar og'riq kattalashgan edi. Orada homilador bo'ldi. Bola kelajagi uchun bu sinovlardan o'taman degan. Ammo homiladorlik o'ziga ham kuch ishlatilgan, og'riq keltirilgan holatlar davom etgan. Kasalxonaga tushdi. Ichida bola borligini bila turib, unga bu og'riqlar berildi. Bu endi chidab bo'lmaydigan darajada edi. Qiz o'sha payt yashashni xohlamagan, yashamayman degan, ammo baribir ichida bir kuch chiqdi va hammasi o'tadi degan tunlarni tongga almashgan xayollar, kuch uning ichida kuch topib yashashda davom etishga majbur qildi. Nega? Balki bola uchun, balki o'zi uchun, balki hech kim uchun emas, lekin ichki ovoz yana bir kun sabr qil.